Erkin, bolalar, mana bugungi sparing janglarimizni o'tkazdik. Sparing janglarimizni Oqtepa boks zalida o'tkazdik. Bu zalda bizning ustozimiz Zufar akam o'z boks faoliyatini shu yerda anchadan beri olib boradi ustozimiz. Jasur MMA'ni bolalarni shu yerda tayyorlaydi. Bular mana shu zalda ko'p shogirdlar chiqargan, chiqaryapti. Biz addushi chin yurakdan bu insonlarga, mana shu Oqtepa zaliga, ular boshlig'idagi zalga katta o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda uyutli zal. Qaranglar qanday professionalniy zal. Xudo xolasa bu yoqqa ko'p kelib mana shunday mashg'ulotlar o'tkazamiz. Sizlarga katta rahmat. Bolalar nomidan, o'zimiz nomimizdan, federatsiya nomidan chin yurakdan o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa mana birgalikda olib qiladigan ishlarimiz ko'p. Mana bu zalni bolalari ham bor. Terma jamoamizda oldinda Olimpiada, Osiyo o'yinlari, xudo xolasa ular ham o'zini nimasini ko'rsatadi, natijasini. Katta rahmat. Sizlarga hammalar kelganlarga rahmat. To'lqinni boshchiligida mana hamma murabbiylar kelishdi. Bizlarni mana bokschilarimiz hammalar keldinglar. Mana bugun hozir Jasur MMA bo'yicha O'zbekistonimizda bosh murabbiy Jasur ko'ch nomi bilan tanilgan. Bizlarni zalga kelganlarga bizlarni bokschilarimiz nomidan va MMAchilarimiz nomidan sizlarga bizlarning anaqamiz bor. Bir e'tiborimiz bor, e'tibor. O'shaning uchun bir ozgina bo'lsa ham qabul qilasizlar, kichkina bo'lsa ham. Rahmat. Mana bu sangi MMA federatsiyasi nomidan, MMA federatsiyasi nomidan To'lqinga. Bizlarni milliy liboslar. Bora olsa. Rahmat. Endi hozir To'lqin yonida yelkama-yelka turib, sizlarni boringlardan xabar olib, yo'g'inglardan xabar olib, oilasini chetda tashab, zibor, chet ellarda, okean o'rtlarida yurgan yana bitta murabbiyimiz bor bizda. Bu Rahmatjon Ro'zaxon. Endi Qiyiqchasi. Bugun bizlar boksimizda, O'zbekistonimizda, butun dunyoda 2 karra Olimpiada chempioni, jahon chempioni, Osiyo chempioni bor ikki nominatsiyaga ega bo'lgan bokschimiz, bu bizning o'zbek bokschimizdan dunyo yulduzi chiqqan Bahodir Jalol. Ustoz katta rahmat, biz uchun katta sharaf, Jasur. Iloyim, xudo xolasa O'zbekistonimiz bayrog'i ko'tarilaversin. Bizni mana shu sportchilarimiz dunyoni zabt etaversin sport sohasida. Xudo xolasa birgalikda mana shunday chempionlarni taqdirlab o'tirish nasib etaversin. Braziliyada bo'ladigan Jahon Kubogida omad tilaymiz. 5-aprelda bo'ladigan jangda Bahodir senga omad tilaymiz. Alloh hamisha qo'lingdan baland qilsin, mehnatingdan samarasini bersin. Biz hammamiz murabbiylar va O'zbekiston xalqi sizlarga balet qilamiz. Hammalarga omad tilaymiz. Kelganinglardan xursandmiz. Alloh mehnatingizga yarasha mana shunaqa g'alaba bersin. Trenerlarga rahmat, bizning ustozlarimiz Zufar aka, To'lqin aka, Rahmatjon aka, hammalarga rahmat katta. Sizlardan biz ham motivatsiya olamiz. MMA sportda ham shunaqa xudo xolasa jahon miqyosidagi boks olimpiadasiga chiqadigan darajada niyat qilamiz, bolalarimizga chempion bo'lishini. Rahmat.